Amerikada yashash qiz bola uchun qanchalik xavfli? Istalgan joyda, istalgan insonga yashash xavfli bo'lishi mumkin. Agar Alloh asrayman demasa. Shu uchun ham meni sizlarga o'zimning tajribamdan kelib chiqib ayta oladigan gapim, boradigan joylarni yaxshilab o'rganib chiqishinglar kerak. Chunki Amerikada 50 ta shtat bor va har bitta shtat bir-biridan tubdan farq qiladi. Ba'zi joylar juda ham yashashga xavfli, ba'zilari esa xavfsiz. Asosan menga Amerikaga universitetlarda o'qimoqchi bo'lgan qizlar bu savol berishadi va men shuni ayta olamanki, Amerika universitetlari asosan xavfsiz hududlarda joylashgan. Ya'ni bemalol kechki payt ko'chaga chiqishinglar mumkin, sayr qilishinglar mumkin. Bu ham Alloh sizlarni asrashiga bog'liq. Chunki har xil joylarda, даже xavfsiz hududlarda ham ba'zida jinoyat ishlari bo'lib turadi. No, Allohga shukr, 3,5 yildan beri yashayman. Bir marta ham unaqa narsani guvohi bo'lganim yo'q. Ilohim bo'lmayin ham. Insonlarda mif bor, ko'chada yursang otib ketishadi, unaqa qilishadi. Shuncha inson yashab yuribdi, lekin любой joyda ham xavf-xatar bo'lishi mumkin. Hech kim bu narsa kafolatlanib berilmagan. Savol shundaki, sizlar tavakkal qilishga tayyormisizlar? Men Amerikaga 3 yil oldin kelib, tavakkal qilganimdan juda ham xursandman, chunki bu yillar mobaynida men o'sdim, ulg'aydim, ko'pgina tajribalar orttirdim va kelajagini qurish uchun Amerika juda ham zo'r davlat deb hisoblayman. Amerikaga kelmoqchi bo'lgan insonlarga maslahatim: sizlar cultural shockka tayyormisizlar? Ota-ona sog'inchiga, yaqininglardan uzoqda yashab, noldan ko'tarilishga tayyor bo'lsanglar, Amerika o'sib rivojlanish uchun juda zo'r davlat. Boshida qiyinchiliklar bo'ladi, lekin shu narsalardan o'tib olsanglar, oxirida juda ham yaxshi natijalarga erishishinglar mumkin. Hammaga omad.